Mahmud aka, atapliniga ko'p nasos qo'ymaslik uchun nima qilish kerak? Atapliniga ko'p nasos qo'ymaslik uchun buni bir dehqonchilikni misolida keltirsak bo'ladi. Hali bobolarimiz, otalarimiz qilishgan ish. Mana bu o'qariqni bilsak, kanaldan ariqlarga chiqdi mana. Ariqlardan keyin hali kartalarga bo'lindi, ekinlarga. Falon ekin, misoldan kartoshkaga buncha suv kerak, savziga buncha suv kerak, ananga buncha suv kerak deb turib. Ana o'shanda bunda mana bu balansirovочный kranlardan foydalaniladi. Hozir bu yerda 7 ta nasos o'rniga 2 ta nasosdan foydalangan, qolganiga mana bunaqa balansirovочный kranlar. Bular o'sha qancha issiqlik kerak bo'lsa, misoldan teplый polga buncha suv kerak, radiatorga buncha suv kerak, basseynga buncha suv kerak deb turib mana shularni boshqaradi. Bular buzilmaydigan narsalar. Nasos vaqt soati kelib buziladi, tok ham rasxod bo'ladi. Bular hammasi pulku. Mana shunaqa narsalar kamaygan sari, nasoslar kamaygan sari komfortga yetib boraveradi odam. Tashvish kamayadi. 7 ta nasosni remont qilishi yo tokiga pul to'lashi qatta-yu, 2 ta nasosniki qatta. Shunaqa narsalarga e'tibor berish kerak atapliniyalarda.